Menga vobshe po'xo'y. 40 gradus issiqda gamash kiyib oldim. Ha, yana keyin bilat zayba qilding. Qanday qilib sen bilan gaplashsam telefonim portlab ketishi mumkin. Balki qo'lingda poko bo'lgani uchundir. Nihoya sibi. Ishlab ketdimi? Qalampirga shakar solib choy ichish ketdi. Bilat, meni nimaga yopishtirib qo'yding o'zi? Aniqrog'i zo'r ekan, qayerdan olsam bo'ladi? Balki eski qizingni ham eslab qolgandirsan. Suka, bilat. Diqqat, bugun kimdir asbobini tushirib qo'yibdi. Iltimos qabulga kelib olib keting. Qimor o'ynash harom bilsang agar. Qara, yana o'g'lingni ham tiqorma. Ha, o'g'ling deganingga. Kekraz o'shani qaytarib yutmoqchimi? Osongina zo'rlamaysizlar. Nima deding? Shunday zo'rlaymizki, hatto bilmay qolasan. Maylimi, men ham bunga qo'shilsam. Hoy, Geto, bilishing uchun aytib qo'yapman. Nima detsang ham menga po'xo'y. Diqqat, diqqat. Voy, bular yanganimi chiqibdimi? Da, pashsha bo'lib tug'ilganim haqida. Suka, bilat 2 down. Aytgancha, nega uni o'g'irlashdi o'zi? Zo'rlashlarni o'zi xohladi-ku. Nishon menga tirik va sog'lom kerak, tushundingmi? Aha, hammasini tushundim. Ha, bu nima edi? Oyoqlarini ikkiga yerib qo'ydi.